Endi biz tor orqali bizga kelgan uchur inkaslar qarab baqaylik. Hozir nava programmamizni naq maydondan shundaqla ekrandan tordan kelgan nurg'ulg'an tordashlarimiz programmamizning bundan keyingi taraqqiyoti uchun texmo yaxshi taklif fikrlarni beribdi. Afsus biz vaqt munosabati bilan bu taklif fikrlarni birma-bir o'qishga ojizmiz. Shunaqdimi biz to'yni ko'pchilik bakra ko'ngil bo'lgan yosh naqshchilarimiz ham ijodiyatchilarimiz uchun foydali bo'lgan bir temani o'tirib qo'ysak. Bizning bir tordishimiz mundaq bir savolni so'rabdi. Hürmetli riyasatchi, yaqinqi yillardan beri nurg'unlagan yosh naqshchilar va nurg'unlagan yaxshi naqshchilar borliqqa keldi. Shuning bilan birga bizga tekst to'limi oddiy, tushuniksiz, ohangini g'ayri, yiqimsiz naqshlar borliqqa keldi. Buning asosiy sababi zodi nima? Buni zodi qanday hal qilishimiz kerak? Bu savolga ataqli kompozitorimiz, peshqadam ustozimiz Abdulhaq Avomislim akamizni javob berishni taklif qilsak, marhamat. Marhamat. Naqsha demek tekisi bilan muzikaning birikmesi. Endi yaxshi naqsha deganda albatta uning teksti har bir tarafdan nəhayət mükemmel yozilgan bo'lishi kerak. Mushu tekstga müzik yozuvchi kompozitor buni har bir tarafdan tadqiq qilib, uningga müzik yozadi. Bu yerda ba'zi yo'ldoshlar buni tushunishi mumkin, ba'zi tushunmasligi mumkin. Mening qarashimda tekstni ko'rgan kompozitor albatta biri tekstning mazmunini tadqiq qildi. Ikkinchi uning vazn turaqlarini ko'rdi. Üçüncüden onun qafiye taraflarını görüp çıkandan keyin onunga qandaq udar ritimde müzik işlashni o'ylaydi. Shundaqla onunga qaysi shakldagi naqshni ishlashni, cho'nglag'imi, kichiklag'imi, yoshlag'imi, qaysi xil ishlashni o'ylaydi. Yani bir tarafdan qaysi xil shaklda, masalan, naqshning shakli yalğız kişilik naqşı buludu, qo'sh kişilik naqşı buludu, kollektiv o'rinlaydigan naqshlar bo'ldi. Har xil shaklda bo'ladi. Mazmunni ko'rgandan keyin shu mazmun meni ma shaklda ishlasang bo'ladi deb kompozitorga so'zlab beradi. Yaxshi yozilgan tekstning aloyligi mana shu. Shundaq bo'lgan vaqtda yaxshiroq o'ylashib kompozitor ash tekstni yo'ritib beradigan melodiyani ondan yoza oladi. Endi yaqindan buyon bir qism yoshlar maydonga chiqyapti. Bugungi mushu nava programmasining sansidan ko'rildiki, bir qism yosh yo'ldoshlar o'zi ijod qilgan naqshlarni o'rinladi. Men nihoyat hayajonlanib ketdim. Bu yo'ldoshlar agar mushu sur'atda yaxshi tirishib mangsa, kelgusida cho'qim ataqliq kompozitor yozuvchilardan bo'lib qoladi. Bir qismisi tekstini, muzikasini o'zi yozgan. Demek qo'sh bisliq taraq qilgan deb ataymiz. Va ba'zilarni toza masanda bu men uqshamdim. Ba'zi yo'ldoshlar tekis muzikani o'zi yozgandan boshqa, ya'ni o'zi o'rinlaydiganlar bor. O'zi o'rinlaydiganlar bor. Bu yoshlardagi tirishchanlik, shu yo'ldoshlardagi tirishchanlik buning nisbatan cho'qim biz buningga ilhom, madad berishimiz kerak. Buni cho'qim qo'llashimiz kerak. Lekin bir qism az sondagi yoshlarda bayaliqi to'rdoshlardan tushgan fikrga o'xshash boshqalarning muzika tekstlarini o'zgartirib, o'zining xohishi bo'yicha o'zgartirib, tekstni o'zgartgan, muzikani o'zgartgan emas bir xil shaklda naqsh qilib o'rinlayotgan yo'ldoshlar. Bunda xohishlar meningcha cho'qim bu yo'ldoshlarga nisbatan shundaq tarbiya berish bo'ladi. Bunda yo'ldoshlar o'zi ikki tarafni, uch tarafni taraq qilgan yo'ldoshlardek taraq qilib shularni o'rganish kerak. Bu yo'ldoshlarni san'atni cho'qim hurmat qilish kerak deb o'ylayman. Mening fikrim. Ko'p tashakkur. Rahmat. Rahmat. Meningcha boyiq so'zda yosh kompozitorlarimizga bir qatimliq dars bo'ldi deb o'ylayman. Shunda qo'maydi, ha? Albatta, Qaysar, endi biz navo sahnasiga
Yaş naqshchimiz Anvar Abdigilni taklif qilsak, uning ijrosida hamma bilan birlikda Aman qol degan naqshga ijro bo'lsak qanday deysiz? Hammamiz aman bo'laylik. Marhamat. Körgili kelgüçe Kalar mı bu can Körüşke bizlerge Bular mı imkan Körgili kelgüçe Kalar mı bu can Körüşke bizlerge Bular mı imkan Miskindir bu kalbim Qirab yolunga Sakratta turup Kütüp seni can Miskindir bu kalbim Qirab yolunga Sakratta turup Kütüp seni can Sen bilen ötken Günler kalamım Fani dünyada Sevgim kalamım Sen bilen ötken Günler kalamım Fani dünyada Sevgim Dünyaga Kılsam ben sefer Çin muhabbetim Hemra bulamı Baki dünyaga Kılsam ben sefer Çin muhabbetim Hemra bulamı Aman kal yarim, şirin söyle.
söyle